Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli tinglovchilar. Bugungi kuningiz xayrli amallarga boy bo'lsin. Sizga mustahkam sog'lik, kuningizga mazmun, hayotingizga esa go'zal lahzalarni tilaymiz. Siz sevgan loyiha yana mehmoningiz bo'lmoqda. Yaqinlarimga tabriklar loyihasi dastur boshlovchisi esa siz sevgan boshlovchingiz Loborxon. Bu galgi tabrigimiz Xoldona Onajon tomonidan mehribon kursdoshlariga o'zining samimiy tilaklarini yo'llab qolganlar, ularni o'qib eshittiramiz. Assalomu alaykum aziz kursdoshlar, qadrdonlarim. Mana bugun hayotimizning naqd 35 yillik sahifasini varaqlab turibmiz. Nigohlaringizda o'sha talabalikdagi quvnoq olovni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Biz bir-birimizni nafaqat yoshligimiz bilan, balki o'sha beg'ubor davrlarimiz bilan ham taniymiz. Hammasi uchun rahmat. Illo yuzimizdagi ajinlar faqat kulgudan bo'lsin. Qalbimiz esa doimo bugungidek yosh bo'lib qolsin. Oqibatimiz abadiy bo'lsin aziz kursdoshlarim. Zamonlar o'tar, suv kabi oqib ketar, lekin qolar yodingda talaba bo'lgan kunlar. Ilm olish maskani tanish qilgandir bizni, bitmas deb o'ylaganmiz o'sha bebosh yillardan. Yegan ishkan bir edi, maslak maqsad bir edi, topganimiz o'rtada, xayrimiz ham bir edi. Paxta zo'rlar o'ralab, tergan edik avaylab, charchasak-da ba'zida qaytganimiz kulib yayrab. Mana yillari ham o'tdi, yosh ham ellikni oshdi, bo'shdek yengil bu badan o'g'ir ham bo'lib qoldi. Sog'omon bo'ling do'stlar, jon qadrdon kursdoshlar, davralarga